suratga qarashlik holati bugun ko'payib ketgan. Masalan, hozir bir e'tibor kiyinib kelsangiz, birov qaramaydi hozir. Bashar mashinada kelib, bashang kiyingan bo'lsangiz, kim ekan deydi, hech bo'lmasa qiziqib qo'yadi. Suratga qarash ko'payib ketdi hozir. Hokimiyatga borsangiz ham shu, masjidga borsangiz ham shu suratga qaraydi. Marosimlarda o'tirgan ayollarda ham shu. Kiyinib bashang kelib, qo'liga bir larjlik taqib baldaqlarni sal ko'rsatgan bo'lsa, o'ylab muomala qiladi. Haligi sal yengilroq chitma, shtamplar kiyib kelgan bir odam bo'lsa, eshikdagi qolib ketadi. Uni ilmi bormi yo'qmi qaramay qoldi. Hozir shunaqa bo'lib ketdi. Aslida surat e'tiborsiz bo'ladi. Suratga chunki Alloh taolo ham aytadiki, Innalloha la yanzuru ila suwarikum va amwalikum. Sizlarning suratlaringiz, pullaringizga Robbingiz qaramaydi. Walakin yanzuru ila qulubikum va a'malikum. Qalbga qaraydi Robbil alamin. Shuning uchun qalb nazargoh deyiladi. Allohga yetishadigan yo'lning eng birinchi darsi qalb, ko'ngil olish kerak bo'ladi. Shuning uchun vali zotlarga ergashaman degan odamdan kelibsiz, xush kelibsizni qabul qilmaydilar. Boring haqqingizni halol qilib keling dedilar. O'sha kimga zulm qilgansiz, kimni ko'nglini ortgansiz, xotiningizmi, ota-onangizmi, aka-ukami, qo'ni-qo'shnimi, endi qo'yingki, oxiri borib ana qo'shningizni iti borku, ashi itam xursand bo'lish kerak bu yo'lga kirish uchun. Shu dumini qimirlatib yugurib kelayotgan bo'lsa, yaxshisiz. Dumini sal ichkariga tiqib olib qochayotgan bo'lsa, demak uni ham qalbini og'ritgan ekansizda. Shuning uchun hali bir zotda aytadilar-ku, yo'lda menga o'xshagan bir ustoz, endi hammamizga desa ham o'zi bo'laveradi hozir. Shu o'xshagan odam kelayotgan ekan, yo'lda bitta it irg'ib anaqa o'ynashibdi. Chip deb haydabdi. Haydasa yana yopishibdi. Yana haydabdi. Ketolmagan ekan, cho'pchani olib turib, bitta uribdi. Bitta otibdi. Otsa endi nogahon itni qo'liga, oyog'iga tegib qoldi, oyog'iga tegib sinibdi. Bu odam o'sha ahli tasavvuf odam ekan, pirini oldiga ketgan ekan. Yo'lda shu hodisa bo'ldi. Kelsa, it turgan ekan. Pirini oldida it turibdi. Endi xoltanlari bo'ladi, endi sizlar ham xudo xohlasa tushunib qolasizlar. Ana ularni ovozini eshitmaysizlar, lekin o'sha hammasi ham zikr qilib turadi, gapirib turadi. Keyin pirini oldiga salom berib kirsa, o'tirgandan keyin aytibdilarki, hazrat, sen unga zulm qilsang dedilar. Shikoyat qilib keldi menga, shogirding shunaqa qildi, meni deyapti. Nima qilding dedilar? Qo'lini sindiribsan-ku dedilar. To'g'ri ta'sir. Naqli yopishib cho'pcha otolib qo'liga sindi. Ha, o'zing ham yopishibsan deb itga qaradilar. Desalar, u aytdiki, men dedi, buni siymosini ko'rib, mo'min musulmon, yaxshi odamga yaqin yursa yaxshi bo'ladi. Asqobga haqni iti ham asqobga haqga yaqinlashib jannatga kiradigan bo'lib ketdi. Mana shu tuppa-tuzuk odam ekan deb ilashdim-da dedi. Bu shunaqa deyapti, dedi. Meni ustoshim benamoz emasdan otsin dedi. Keyin aytdilarki, shogirdlarga sen tuppa-tuzuk ilashgan ekan, u seni benamoz qilish maqsadda emas ekan. Sen baribir zulm qilsan, haqqini olib beramiz-da. Itga qarab aytdilar, qo'lini sindiraylikmi buni dedilar. Dedilar, yo'q. Qo'lini sindirish foydasi yo'q. Buni siymosini o'zgartiring. Buni siymosini tuzuk odam desam, rasvo odam ekan. Mendan keyin ham birortasini qo'li sinmasin dedilar. Buni siymosini. Bu hikmatli hikoyadan siz bilan menga aytaylik. Nasihati shuki, turishingizni mo'minlik bildiryapsizmi? Ichingiz ham shunaqa mo'min bo'lsin. Tuppa-tuzuk
odam yaxshi o'rtog'i deyilyapti, ana shu ichingiz ham shunaqa bo'lsin. Bitta ish boshlagandan keyin xiyonat qilib ketadigan, ichingiz qutulgan bo'riga o'xshagan, bo'ri itlarga o'xshagan bo'lmaslik kerak. Tashqarini ham qanday bo'lsa ichkarini ham shunday qilish kerak. Tashqaringizni siymosini mo'min ko'rsatyapsizmi? İçingiz ham shunaqa bo'ladi. Bo'lmasa ichingiz qutulgan it bo'lsa, tashqaringiz ham shunaqa bo'ladi. Ya'ni odamlar adashib ketib qolmasin. Endi shu yerdagi gap shunga kelib chiqadiki, gap siz bilan menga, hammamizga, erkakga, ayolga bu yo'lga o'tishlikdagi eng birinchi ish qalbdagi asha parranda ham sizdan xursand bo'lish kerakda. Keyin mana shu yo'lda birinchi darsiga kirgan bo'lasiz. Bo'lmasa darsga qabul qilinmaydi bu yo'l darsiga.